Assalomu alaykum, qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar, ko'ryapsizlar. Xinjiang televiziya stansiyasi, Xinjiang Huyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati, Xinjiang Bug'ra madaniyat tarqitish cheklik shirkati hamkorlik bilan sungan cho'ng tipli san'at programmasi, Abida Ipak yo'li sadas programmasi. Rahmat. Ben Ümit Tursun. Mana programmamızın birinci basqıçı imtihan basqıçı intay muvaffaq oxirlashgandan keyin 64 nafar makirimiz ikkinchi basqıçımız bo'lgan sınaq basqıçıga o'ng'ishli holda qadam qo'ydi. Albatta bu basqıçda makirlarimiz o'z guruhida ikkidan bo'lib raqobatlashib, o'ziga taalluq bo'lgan shu bir o'ringa erishish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Uchinchi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasidagi ustozlarimiz bo'lsa, Abdullah Saknisining yetakchi ustozi Abdullah Abdurim ustoz. Ishqabsiz. El-Ray grupsuna yetakchi ustozi Dilshod Raynun ustoz. Sanobar saknasining yetakchi ustozi Sanobar Tursun ustoz. Nur saknasining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos ustoz. Rahmat, albatta dal mana shu bosqichning yana bir alohidaligi bor bo'lib, har bir ustozning bir guruhdagi makirlarni biroqli shodlab etish yoki bo'lmasa shu bir guruhdagi ikki makirning har ikkilisini ilib qilish huquqi bo'ladi. Albatta, programmamiz tajidorligida Xinjiang Abida Biofan Texnik taraqqiyot cheklik shirkati makirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizni Xinjiang mikro mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan Xinjiang Kamran xalqaro savdo cheklik shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamizga Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Xinjiang Oltin Go'har xalqaro savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. Albatta, 3-qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan makirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan makirimizni Kamran yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsillik qaymoq choylari, Kamran buvoqlar quvvat bulmiqi, Kamran buvoqlar saksi qatorliq sifatli mahsulotlarni bozorga silib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran xalqaro savdo cheklik shirkati 120 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. İkinci darajaga erishgan makirimiz bo'lsa, chas sog'lomlashtirish va tarbish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 3-chi darajaga erishgan makirimiz bo'lsa, diyorimiz yong'inchilik sohasida aqliy iqtidorli yong'inlarni bozorga silayotgan boshlamchi korxona Xinjiang Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yong'inchiligi 80 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 4-chi darajaga erishgan makirimiz bo'lsa, Safiya Najva Oltintoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati 60 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar, bugun diqqatimizni bo'ladigan Abdullah Saknisi. Hamda sektimizde raqobatlashadigan makirlarimiz bo'lsa, Azmat Qurbon bilan Ablajon Abdurshid. Muvat bilan yana sahnada o'z talantlarini namoyon qilmoqchi bo'lgan savoldoshlarimiz Azmat bilan Ablajon. Yana bu qitim shu Abdulla akamdan nurg'ulg'an bilimlarni o'rgandik. Bo'lib meniki shu sanda naqsh etgandan mikrofonniki ovozdan shu eg'izlar bo'lgan yaqin yiroq orlig'i masalasi, qonunga nisiyat masalasi o'rinlashdiki. Demek mesela halkada Ablajon Atish diyarının azaq kampidan keldi. Ben Abdullah Samiz'e Allah'ın keyin şu naqshning praktikatin, ameliyatın, şu nurg'un bilimlarga ega bo'ldim. Abdullah akamga rahmat aytaman. Bu qitim Azmat Qurbon bizga chidamayman degan naqshni aytmoqchi. Chidamayman degan bu naqsha bizlar balkim Azmat Qurbondinmi yoshroq vaqtlarimizda eğitip, anlap, kelgen bir naqsha. Bu qitim men bilan fikr tushdig'ini bo'lsa, Ablajon. Shunaqla Ablajon o'zini aytib bir yaxshi naqshchi, Abdulbek. Bizdan ham shunchaki yoqtirman Ablajon naqshini. Shunaqla Ablajonga utuq tilayman. Azmatjon, sizni g'ayrat qiling, men g'ayrat qilay sahnada turishlar. Azmatjon, Ablajon, har ishingizga yaxshi natijalar bo'lsin. Sizlarga ham ishonchimiz bor. Bugun naqshlaringlarni xalqning, elning ko'ngli yarg'idek qilib aytib o'tishinglarga tilakdoshman.
Anlatma ki her kimge sözümni Şendürme hiç kimge kalbimni Çöküzme yar gamlarga gözümni Kılmığın har söygümnün kadrini Bilindirme hiç kimge özümni Çiğdim aymen umaçalam Çiğdim aymen utunda yar Çiğdim aymen amrak sana Çiğdim aymen köydürme ya Seni mendin başka birisi görmüsün Seni mendin başka birisi bilmisun Seni söyleyen menli bolay yalgızım Sana köygen menli bolay yalgızım Seni menden başka birisi söymüsün ya Çiğdim aymen umaçalam Çiğdim aymen utunda yar Çiğdim aymen amra sava Çiğdim aymen güdürme ya Çiğdim aymen ya Çiğdim aymen ya Çiğdim aymen ya Çiğdim ile Gülbağның üzü ata anılar şu bağını Terzent esden şu bağның gülü Açılsa güller kalmaz armını Terzent esden şu bağның gülü Açılsa güller kalmaz armını Terzent bilsiger
ular ecrini Mihnetkeşlerini halal terini Kesse dünya dir Şıklap kalar mıyız Hayatlı bir ganimet Bilin kadrini Kesse dünya dir Şıklap kalar mıyız Hayatlı bir ganimet Bilin kadrini Huzur hayatta muhabbetlik iz Ata anını kadirleyli biz Huzur hayatta muhabbetlik iz Hatta anını kadirleyli biz Aşula isil Azizdur aziz Hayatlık ganimet kadirleyli biz Hayatlık ganimet kadirleyli biz Köpten köp rahmat ki mahirimizga Azmat Qurbanning o'rinlagan naqsi hammalarga tanishib bo'lgan Chidimayman nomli naqsha. Shundaq bu. Hamda Allohjon apandining o'rinlagan bu naqsi sizning o'zingizning ijodiyatimi? Bu teksti Ro'zmammat Avlopez akamizning muzikasi Rahmat ablaniki. Rahmat unda qolsa hamda biz ustozlarning bahasi shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Qani, bir nisa bas ustoz. Mening tavsiyalarim Azmat Qurban. Azmat Qurban. Rahmat ustoz. Qani, sen o'bar tursin ustoz. İşkil mayerimizning ovoz doirasi kengri. Azmat Qurban mayerimizning ovozini kontrol qilish, qo'yib o'tish, uni yana kichiklatish mushtarak alaydigan nihoyat yuqori ekan. Bizda bo'libmi er naqshlarda bunda alaydilik biroz kamchil. Ablajon inimiz xalq naqshini nihoyat yaxshi o'rinlaydi. Endi mening tavsiya qildiganim har ikkisi yaxshi naqshchilar ekan. Tavsiya qildiganim endi alaydilik tarafdan men shu Azmat Qurban. Rahmat ustoz. Tilshat Raydon ustoz. Bugun Azmatning epkagan naqshi, yilgi kon naqshini yangicha etish deb qo'yamiz hozir. Bu moda bo'yicha ishkirladimi? Lag'ishin chanda. Endi bu Azmatning etish uslubi burungi Chidimayman uslubi bilan o'xshamaydi. Alaydi buning zo'r kuch ketdi. Buning o'z texnikalarni ketdi, hissiyotlarni ketdi. Dastimda etish ajab Chidimayman degan naqshga o'xshaydi ekan deb shuga. Andan keyin buni bir avji, eng oxirgi avjiyatda ovozda bir itlib chiqqan ovoz noydi. Bak poq chiqdi. Biz Ablajon, Sek Ablajonmi ma qadrlaylik biz. Mana shu yangi naqshga men ma'lumot kelma. Ajoyib yaxshi hissiyatli qomdan etdi. Ovoz yaxshi bo'ldi. Dolqinlab, jo'shqinlab chiqdi. Endi bu ikkilisining hozircha endi ortiqchiligini deb eshsaq, ovoz jihatda, talant jihatda bir-birlar qilishmaydigan yangilik jihatda yana Azmatda yangilik bor hozircha. Men tavsiya qilaman Azmat. Rahmat ustoz. Abdullah Abdurim ustoz. Bahoyingiz. Shu mana ma'lumlarni aytib, samimiy o'zining fikrlarini berdi.
Buning uchun xo'sh biz Azmatga Azmatcha, Ablajonga Ablajoncha yaxshi baholar keldi. Azmat Qurbonmo mana shuncha yildan beri naqshi etib, o'z ijodiy emgaklari bilan bo'lib, mushu ishxonalarmi bor, buni mush ishga qo'ygan bo'lg'achqa, qaz qo'l qilib tushirib ishxonalarni qurashtirib, uni ovoz oldiga yerlar yasab, chaldirgan ishlarni qilib, mush muzikni o'zi chaqanmi deyman. O'zim chaqin. Mana shunday tirishchan bola. Muallim eng muhimi bu, to'g'ri. Bola tarbiyalaydigan bir muallim. Ama bundan keyin yana taqimmi davomli izchil men shuni ham shu ustozlar degan umid armonlar yerda qolmasligini umid qilaman. Bu yaxshi gap bo'ldi. Endi Ablajonga kelsak, mana biz bayon naqshdan ta'sirlandik. Ko'pchilikmi o'sha Ablajonning bu bizga aytib bergan naqshini nayt ilg'or fikrlik biz uchun shunday aktiv energiya taqdigan mazmundagi sog'lom bir naqshini. Endi Ablajonning sahnalarga qatnashganini dedi. Bu yigitni men tushunsam, bu yezida bir dehqon bola ekan. Sen shundaqmi? San'at dehqonlar san'at umigida vaqtli ishlab turibdi. Uzun mezgil ishlab ketish mumkin u yerda bu bola. Chunki dehqon san'at umag degan u bolalar mush dehqonlar ichidagi san'atkorlarni qurashtirilib o'zining qiziqish bo'yicha xuddi mush yigitlar musobaqaga o'zini atab kelganga o'xshash dehqonlarimiz ichidami madaniyat san'at faoliyatlari shug'ullangan qizg'inlar bor. Shularni qurashtirib, shularning kuchidan foydalanib, shu yezdagi dehqonlarning ko'nglini ichish yoki madaniy faoliyatlarni beyitish uchun xizmat qilgan yerda ishlayotgan bor. Buning texmi tas. Bunda qiyin sharoitda buning u yerga berib ijod qilmog'i, ijodiyat to'plamog'i yoki bir naqshni o'rganib sahnalarga chiqmog'i, bugünkidek sahna kelish intayin qiyin. Hozir bugungi saviya jihatdan nisbatan bizning ustozlarimizniki fikri nayt yaxshi joyida bo'ldi. Albatta texnika, puroq, hissiyot, hayajon bizni ta'sirlantirish, bizga yuqum berish jihatdan azimat tajribalik. Hamda Ablajonning ruhi yana yaxshi. Keyingi navbatda biz bilan Abdullah sahnasidagi musobaqalarda davomli qatnashmoqchi bo'lgan savodishimiz bak nojoqsimatsa hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishimiz mumkin. Og'ina, nojoqshmamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xislarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xislarga jang e'lon qiling. Ammo Obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Hay, nima deb biror quti ortiq kelib olmagan. Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat keldi. Obida energiya ichimligi. Taşkan energiya, ishonch va jasorat Obida energiya ichimligi. Acaba isil gaz kanda yemekliklerim Sağız polaman kebap şirmel gözlerim Jene kutud gaz var Yalpız bilen limoni Erissem uygutuldu toygumuzda Abidos Texas'ta Kınıp pişi vasam das kanda Abidos Mant bolo yeni da Bolmuş bolmaz Abidos Demi kavak temini Abidos'uz detimaz Das kanga yarışar Gülteldirgen Abidos 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 Kınıp pişi vasam das kanda Abidos 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 Kınıp pişi vasam muzdek sokak Abidos Abidos yalpız limon alaydı işçimliki Sırlıq çömperdiği oralgan bu kən zimində uzun əslimilərinin yumran orduları qaytıdan baş götürüşki başladı. Her qədəmdə izi çaxtıran qarı boğra bu şahan yurtta güzelliknin şahidi sübütüdə namayan oldu. Haydo pomidor qiyamı taamlarınızga təsvirlügüsüz lezzet qoşqusu. Fen texniki patnet gelişken Gazbay çaç ündürüş cevheri ve sopunu DHT'ni çeklep tük halısını canlandırıp çaç ündürdü. Çaç düşüşünün hakiki sebebi ve derecesini tunup çaçlarınızı yıldızını kutkuzuverin. Gazbay erkekliklik çaç ündürüş cevheri ve çaç düşüşünü tizgirleş sopunu. Kan to'liqlashdagi eng yaxshi tanlash Forqat markali qon va quvvat.
Quvvat to'liqlab sog'lom bo'lishdagi to'g'ri ko'rsatkich Farqat markali qon va quvvat. O'zingizga o'sin qo'shib sizni go'zal ruxsarga ega qiluvchi Farqat markali qon va quvvat. Mag'dursizlanib ko'zingiz qorong'ulashsa, buning eng yaxshi chorasi Farqat markali qon va quvvat. Mehribon onalarga eng yaxshi sovg'a Farqat markali qon va quvvat. Men sog'lomlikqa ham haqiqiy go'zallikka intilgan xonim-qizlarimizga Farqatni tavsiya qilaman. Harg'inligingizni tugatib sizga huzur berishlaydigan esil ta'mni mujassamlagan Abida energiya ichimligi Mahirlarga utuq tilaydi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Ata-onalar rizosini, balalar arzusini qondirib kelayotgan Şinjan Kamuran xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashgan. Choch sog'lomlashtirish, parvarish qilish sohasida sarkarlik rol o'ynayotgan Şinjan sarkardi xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizga yaqindan yordamlashgan. Xalqdan ilib xalqqa qaytarishni o'ziga mangulik nishon qilgan Şinjan oltin guvar savdo cheklanish shirkati samimiy askartadi. Programmamiz hozirda boshlanadi. Abdullah sahnasidagi musobaqalar davomli qatnashmoqchi bo'lgan savodishimiz har ikkala savodishimiz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin azmat, muborak bo'lsin Alloh. Xo'sh, amaliyotda biz Ipak yo'li sadosi programmasini shallanish bir sahnasi deymiz. Undan boshqa yana o'rganish va o'g'itish sahnasi deymiz. Shunaqmi? Bu sandagi shu Abdullah sahnasiniki shu mohirlarimizdan bizga elib kelgan shu naqshlardan, ustozning tayyorlab bergan shu naqshlarning mazmunidan biz mehr muhabbatni, shunaqla haqiqiy chin sevgining qanday bo'lganligini ochiq dars anglagandak anladik. Shunga mana shu munosabat bilan Abdullah Abdurahim ustozga yana ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat. Boshida bo'lsa amaliyotda bizningki shu sahnamizda sahnadan ayrilgan savoldoshlar ustozlar bilan quchoqlashib ko'rishib xo'shlashadi. Ammo mana shu sahnaninki yana bir imtiyozni ishkanlar beray. Shu eng jushqun kayfiyatlar bilan ustozlar bilan bir ko'rish olamizlar. Mush xo'shallik kerak. Qani, marhamat. Seni menden başka birisi görmüsün, görmüsün. Seni menden başka birisi. Muborak bo'lsin, o'ng'ishli qalda Abdullah guruhida kelarki bosqichga qadam qo'ydinglar. Ustozlar sizlardan rozi, bizlar ham sizlardan minnatdor. Keyingi bosqichlarda nodir umrlarni bizga taqdim qilasizlar. Ota-onalar shu bag'ma qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mohirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mohirimizning Kamran yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsillik qaymoq choylari, Kamran buvoqlab quvvat bulmiqi, Kamran buvoqlar saksi qatorliq sifatli mahsulotlarni bozorga silib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. İkinci darajaga erishgan mohirimiz bo'lsa, chas sog'lomlashtirish va parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, sarkarda markali yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan shundaqlar xalqimizning qizg'in olqishiga erishgan Şinjan sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Üçüncü darajaga erishgan mohirimiz bo'lsa, diyorimiz yong'inchilik sohasida aqliy iqtidorli yong'inlarni bozorga silayotgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan xalqaro savdo cheklanish shirkati Qutlan yong'inchiligi 80 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 4-chi darajaga erishgan mohirimiz bo'lsa, Safiya Najva Oltintoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Safiya xalqaro savdo cheklanish shirkati 60 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Xo'sh, endi sahnamizda raqobatlashadigan mohirlarimiz bo'lsa, Farod Turg'un bilan Faruq Yor Muhammad. Navbatda sahnaga chiqib o'z talantlarini namoyon qilmoqchi bo'lgan savoldoshlarimiz Farhod bilan Faruq. Bu vaqtim Abdullah sahnaga kirgandan buyon ustoz bizga nurg'ulgan bilimlarni o'rgatdi. Masalan, bizniki qanday ovoz chiqarish, qanday ovoz ishlatish, hissiyotni qanday ifodalash, nurg'un yaxshi ishlarni bizga tavsiya qildi. Farhod balkim Urumchidagi yigit qizlarimizga ancha natunish bo'lmagan bir naqshchimiz, ba'zilarimiz uning naqshlarini anglagan. Ommaviy so'rinlarda ko'p naqsh aytib pishgan bir naqshchi, o'zi muzikant. Bu qilqi aytmoqchi bo'lgan naqshamga ovoz sharoitim qarta menga fransuzcha bir naqshni tavsiya qildi. Naqshning ismi Ben.
Buna bu kıtım çekilişim olsa, Faruk'ta bizdeki bir elimiz, bu elimiz özü şunda umaq hem avazı şunda yıkımlıq. Ben şu elimdeki bu kıtımın neticesiyle yaxşı bilirsin. Çempionluğunu ümit qilman. Farhat, Faruk, bugünkü müsabakada her işkinlarga yaxshi natija tilayman. Natija birinchi o'rinda bo'lib qolmasin. Mana shu kasbda izlanish bizning asosiy maqsadimiz bo'lsin. Ularga yaxshi natijalar bo'lsin. Si tu amo dirá-mo tipo Pentale-se qu'il met son courage Un oiseau qui dans ses épaules s'envolait Alors j'ai son for sauver mes pieds Je pense Messi sous Arabie digitale À quoi me sert le garder notre état Que Est-il qui déjà tirera pour m'yarder C'est l'île de Mérite va-t-il réciter Öyle sivillaşımı kenifi Gilisimi vadul şiiri Dismeyeceğde Gel Pervaz kılgan düştek sen usulga Hayran kalır gün sana zemin Çin kadaldı gözlerim Şuncaki Sen giyingen şu güzel gömleke Senden artık inanmayıp olsa gel kimle Gönlümün armutaş itişkala seni Yaşıma ayrılsa güzeldir cismi Sanırla hastır şu güzel ismi Bunca mene kaynama güzel mene İçip bergin kalbime Je pense Messi sous Arabie digitale À quoi me sert le garder notre état Et que Et c'est lequel j'attirera pour me garder C'est l'île de mérite doit dire réciter Öyleyse öyle keyfi Gelisimi
Muşakkat hoş tebessüm çehrede Nın capani işte bulalmadım dadamde Çırmı olsa muşakkat hoş tebessüm çehrede Nın capani işte bulalmadım dadamde Admini gururni emra kılgan bir ömür Yok sozulağa destigül sunalmadım dadamde Admini gururni emra kılgan bir ömür Yok sozulağa destigül sunalmadım dadamde Davallar bisişta, dağdan yollar içişta El halka hemra bulup manalmadım dadamde Tağ davallar bisişta, dağdan yollar içişta El halka hemra bulup manalmadım dadamde Kaban baskan kolunu Kürsem o gernetçirer İtizlikta bir ketme Çapalmadım dadamde Kaban baskan kolunu Kürsem o gernetçirer İtizlikta bir ketme Çapalmadım dadamde Düşman yolumni qalqan bulgan men üçün Kesip kolumni tanalmadım dadamde Kesip kolumni tanalmadım dadamde Ota kılgan hoşallık Özü capa çeksin o yolları da meş'el bu Yanalmadım dadamdek Ota kılgan hoşallık Özü capa çeksin o yolları da meş'el bu Yanalmadım dadamdek Yolları da meş'el bu Yanalmadım dadamde O şekilde aldığındaki kadarlı körümeler, mana bu grupdaki iki makirimiz özünün naqsını orlap oldu. Parat Efendi'nin orluğun bu naqsı bolsa, Fransiya, bu Meryem ana çirkavının qısturum naqsı bu deymen, ha?
Opera naqsi. Opera naqsi. Belg'u deymansizmi, shunaqo? Bu bel deganimiz eng go'zal qiz degan ma'noni bildirdi, shunaqo? Eng güzel, eng chiroyli degan. To'g'ri. Farqli o'rinlagan naqsi bo'lsa, "Bulanmadim dadamdek" nomli naqshga bu o'zingizning ijodiyatimi? Ijodiyat. Ijodiyat shunaqo. Xo'sh, undaq bo'lsa, endi ustozlar qanday baholarni berdi, qanday tavsiyalarni qildi? Birlikda anglab qo'yaylik, ha? Qani, undaq bo'lsa, Nurdisa ustoz. Farruh, siz mushu "Bo'lolmadim dadamdek" deganni siz ijod qildingizmi? O'zim ijod qildim. Teksi muzikasi o'zingizning. Tekst hammasi o'zimning. Voy, aferin. Bu naqshini ajoyib chiroyli ijod qilibsiz. "Bo'lolmadim dadamdek" deb menga bek qattiq ta'sir qildi ijodiyatingiz. Ko'zlarimga necha qitim yosh kelib ketdi. Mush Abdulla sahnasiga kirgandan keyin, guruhga kirgandan keyin boshqacha bir xil ichilibsiz. O'tganga qaragan chog'da ovozingizni xeli tepib turdi. Rahmat. Bek yaxshi o'pdi. Men sizni mush ijodiyatingiz bilan tabriklayman inim. Rahmat. Farhat. Bu yaxshi naqshchi, pishqan naqshchi. Bugun munoyati yengillik bilan bizga bir estetik zo'q bag'ishlaydigan Bel nomli naqshini olib kelibdi. Fransuzcha bir kupletni uyg'urcha aytibsiz, ha? Bir kupletni. Bir kupletni o'zingiz yozdingizmi? Yo'q. Biroq bizniki atoqli yozuvchimiz Qodir Arslan dadamiz o'z tarjim qildi. Tarjim qilib, chiroyli chiqibdi. Shundoq tushibdi tekstiga. Ishkelinglar bak chiroyli naqshlarni olib kelibsizlar. Men qo'shildim. Sizlarni naqshlar orqali tabriklayman. Bugun men Abdulla ustozga tavsiya qildiganim Farhat tog'am. Farhat. Rahmat. Xo'sh, sen ular tursin ustoz. Farruh akam, mushundaq bir xalq yaxshi ko'radigan bir ijodiyatingizning mushu ekranda xalq bilan yuz ko'rishning o'zi siz uchun eng cho'ng bir natija. Rahmat. Endi bu ovoz alaydilik jihatlardan endi mening Abdulla ustozga tavsiya qildiganim Farhat Turg'un. Rahmat ustoz. Xo'sh, Dilshod Raydon ustoz. Bu ikki mayrimiz o'xshamagan ikki uslubda. O'zining talantini joriy qildi. Farhat bo'lsa opera. Bu Maryam Chirkovsi. To'g'ri. Shuning Gojiz operasi. Operasi. Shuningdan ariya orildi. Farruh bo'lsa o'zining ijodiyati. Yaxshi ijod qilibsiz. Melodiyasi shundoq larzanda ulanmaydigan yeri yo'q. Nihoyat yaxshi. Sizda bu jihatli talantingiz bor ekan. Ammo ishqalarni o'rinlashtirishadi yana saviya farqi borda. Abdulla ustozga mening tavsiya qildim. Rahmat ustoz. Rahmat. Xo'sh, Abdulla ustoz, bahoyingiz. Farhat shu ma ustozlar degandek yaxshi o'rinladi. Bu Maryam Chirkovi, Parijdagi Maryam Chirkovi degan bek dongli asar. Bu naqshi hammamizga nayt tunishdik. Naqshi boshdan oxiri o'sha o'z aloyidligi bo'yicha odamda hayajon paydo qilgan bir naqsha. Yezilishdilar, oshda yezilgan. Ondan bu Farhatnoma ovozi tushsa, mushuning shunchalik bir menimcha nayti tushibdi. Rahmat ustoz. Endi bizningki yana bir savodishimiz Farruhga kelsak, bu ijodiy ohangi ras ustozlar degandek chiroyli. Uning ustiga o'zi shunchalik bir ma'volik ovoz doirasi bek cho'ng yezilmagan bilan intayin inchki yezilibdi-da bu notasi. Puroqlari shunda bir tushlik. Odatda mundada chiqib aytqili bo'g'dak emas, ma'vodatki bir odamlar Ügünüp de itibarıdek undaq naqsh emas. Uning ustiga tekstmi yaxshi, tekstni yaxshi yozibsiz. Siz. Rahmat. Siz Farruh naqshini tekstini yaxshi yozibsiz. Rahmat. Siz. Buni mushu tekstni hamda mushu hozir menda qarasam naydi jips kelgandek turdi. Biroq naqshchini qiynaydigan naqsh bo'lib qolibdi ma'lumchi. Menimcha. Lekin menimcha o'g'ilish vaqtiga qaraganda muqim. Ovozda qiyish u bu egizpas. Birinchi ovozda har qanday anglagan odamni liqi ash ovozda xato aytyaptimda bu ovozni degan tuyg'u berdi, lekin asli yezilish shunday. Ikkinchi kuplet o'tgandan keyin hamda bu muqim ishlar yezilgan ohang ekan deymiz. Farruh inimning bugun mana oldin qatimda
Singlimizlar ikkisi bir naqsh aytgan. Ana chiroyli bir naqshni aytib, shaxsan meni shunda ta'sirlantirgan. Rahmat. Bu qatimmo Faruqning bu ijodiy ohangi, o'zining teksti, bizda bunday odamlar oz. Yana davomli tirishishingizni umid qilmoqdam. Ma'qul. Rahmat. Xo'sh, rahmat ustoz. Farat apandi, siz odatda shu naqshi aytishda bira shu naqshchilarni o'zingizga ulgi qilib, to'g'rab bunday aytib baqqan ahvollaringiz bormi? Burun. Kichik vaqtimda bo'ldi. Kichik vaqtingizda bo'ldi shunday qilib. Kichik vaqtingizda kimlarning naqshlarini to'g'rab aytdingiz? Michael Jackson. Bu Michael Jacksonning amma gavdi bilanmi? O joyda inchikdi. Michael Jacksonning unda qolsa, keyin uning ovozingizning taraqqiy qilishiga ergashib, bo'lishiga ergashib, u xil uslubni tozibek nima qilib ketmaydigan bo'lsa-da, to'g'rab ketmaydigan bo'lsa-da. Yo'q. Yishimning cho'ng'ishiga ergashib, ovozim o'zgarmasmi? Shu asosiyatdan tuvan tipdagi naqshlarni jiqroq aytdim. Tuvan tipdagi. Yuqori chiqmaydi ovozim. Ammo shunchalik tuvan ovozmi, shunchalik odamni bir xil titirtadigan bir xil ovoz shunday. Demak, o'zimizning shu ovozimizning taraqqiy qilishi shundaqla yishimizning cho'ng'ishiga ergashib, o'rganayotgan uslubimiz, aytayotgan uslublarimizda o'zgarish bo'lib turibdi shunday. Shunday. Undaq bo'lsa, Faruq, siz mushu naqshni qaysi vaqtda ijod qilgan, nechilik vaqtda ijod qilgan? Buni o'zim dodsiga atab yozgan naqsha bu. Bu ishkirda endi Shinjan turayotgan vaqtimizda bir ko'plik yozgan. Yezib angsasam yaxshi chiqqandi. Yaxshi chiqib, undan keyin Urumchiga keldim. Urumchiga kelib ikki ko'plik yozdim. Yeziblam undan keyin uyda o'tirib gitar bilan ahang soldim. Sep muzikasini ishlatganda uzun bo'lmadi shu ipak yo'lga. Aralli ulgudi. Tunogim bitdim muzikasini bitdi. Xo'sh, undaq bo'lsa, ustoz, endi eng oxirgi qaroringizni chiqaradigan vaqt keldi. Qani, qo'linglarni beraman. Bir narsani deb qo'ygim keldi. Masalan, Faruqqa biz ovozni kuchini oshiradigan tarafga yetaklasak, Farotni, ya'ni ba'zi tajribalardan boshqa ovozni damog'izdigan yetaklaymiz. Sizlar bu ovozni dam elishiga ahamiyat bermasam bo'lmaydi. Bizga o'xshash keyin cho'ng bo'lgan vaqtinglarda ulgurolmaysizlar. Charchab ketgan ovoz hamon o'zini to'stidi, bilinib qoladi. Shunga yosh bolalar akşamlık uykunu çoxum yeterli uxlash kerak. Naqshchi bo'lmoqchi bo'lsak, texim shunday. Saharda baldiroq uxlash kerak. Shundaqda keyingi navbatda Abdullah sahnasida musobaqa qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi Kamran bulmaqları bu vaqtlarga bek yağıdı. Ata-analarni az dolu talash tartishga musib qo'yadi. Bu vaqtlarning sog'lom cho'ng bo'lishida dadalarning to'pisi cho'ngmikin deyman. Yo'q, biz onalarning to'pisi cho'ng. Dadalarning to'pisi cho'ng. Yo'q, biz onalarning to'pisi cho'ng. Kamran yurishlik bulmaqlarning to'pisi cho'ng albatta. Yana boshlandi. Balamga mana men akagan. Ash Kamran bulmaqini men akilim degashga akagan. Men akagan. Men akilim degashga akagan. Kimlar akasi mayli? Bu vaqtda uyda Kamran bulmaqlari kim bo'lmag'ay? Bak mo'jaqsizmabsan? Hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishingizmi? Og'ina, mo'jaqsizmabsa, kuch-quvvat urg'ib turganda xislarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xislarga jang e'lon qiling. Ammo Obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Hay, nima deb biror quti ortiq e'lonmagan. Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat kel. Obida energiya ichimligi. Yeni sanayetimizdeki zor namayende Örkeş Jonkili şirketi hemmimizde yepyeni bir sanafet ve sağlamlık hayalını başlamıştı. Nöbetçilik mahsulatları bilen sağlamlığımızla kovdaydı. Örkeş. Hargınlığınızda tügütüp sizge huzur berişlaydıgan, esil temni mücessemligen Abide Enerjiya içimliki Mahirlarga utuq tilaydi. Bu programımızda mehir muhabbetini özüge mizan kılan, mehri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Ata-analar rızasını, balalar arzusunu kandırıp kilovatkan Şinjan Kamuran Halkara Soğudu Çevki şirketi programımız bilen stratejilik hemkarlaşkan. Çay sağlamlaştırış, perviş kılı sahasında serkerdilik rol oynavatkan Şinjan Serkerdi Halkara Soğudu Çevki şirketi programımızga yakından yardımlaşkan. Halktan ilip halkı kaytırışını özüge mengülük nişan kılgan Şinjan Altın Göver Soğudu Çevki şirketi samimi eskertidir. Programımız hazırlı başlamadı. Keyingi navbatda Abdullah sahnasida musobaqa qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi Farhod. Muborak bo'lsin. Rahmat.
Muşu sahnadan ayrılış aldidiki yürek sözünüz anlayın. Birinci olab, endi biz farzandlarni o'sib yetildirish jihatda ota-onalarimiz ko'plagan jafo mushaqqatlarni chekadi. Mening dadam shuning ichida. Dadam meni beqib cho'ng qilguncha endi ko'plagan jafolarni chekdi. Endi men shu cho'ng bo'lib endi mushu yoshga kirib, dadam bo'lgan ozg'ina mushu beqib cho'ng qilganiga ajr qaytarsam sahna orqali deb mushu naqshamni kuchimni yetishtirib ochiqdim. Tekst jihati bo'lsa hammasi dadamga qaratib o'zimga yozgan. Mush sabablik jamiyatimizning barliq ota-onalarning, dadalarning, onalarning tinining salomat, mush naqsham orqali umrining uzun, taqim ishlarining qutlug' turmushining ko'ngillik bo'lishini tilayman. Rahmat. Yana birsiga ta'riflash tegishlik ayolim Madina Komil naqshini hamda haqiqatan yaxshi etdi. Endi naqsh jihatda ras mening do'stlarimmi hammasi shunda qoyil naqsh jihatda haqiqatan yaxshi endi mush fursat menga yaratib dadam to'g'riliq mush naqshini etib chiqib olganda mush fursatni yaratib berdi. To'rtinchi qarada kuchimni yetishicha ayolimni Madina Komilni butun kuchimni yetishicha qatnashtirib endi ashunday yaxshi bir natija qozonishiga yo'l hozirlab berishga tirishman. Eng oxirida Abdulla ustoz sizga rahmat ko'plagan jafolarni chekdingiz biz uchun. Bundan keyin mening endi nisb qilsa shu bilim mengib kamchiliklarni tuzitib kamchiliklarni qabul qilib siz bilan qo'l tutishish bilan mang'im bor. Albatta. Rahmat. Albatta Farruh sizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Ana shu naqshingiz orqali bizning yuragimizda aytolmayotgan nurg'un rahmat so'zlarimizni sizning naqshingiz orqali ekran oldidagi ana shu otalarimizga sovg'a qilib oldik. Albatta sizning bundan keyingi ishlaringizga texnik mutlaq bo'lishini umid qilamiz. Tenoq bo'lsa, ustozlar bilan rahmat. Uzun manzilni ko'zlab mang'uchining irodasi kuchli bo'lmoqi lozimdir. Mayli yo'llar qor, bo'ron, shivirg'ingi bo'lsin yoki tik tovon bo'lsin, yo'lovchi to'xtab qolsa bo'lmaydi. Sahnamizmi oshu yo'ldagi bir o'tam. Albatta, bu qonalg'udan she'rin esloga erishdingiz. Xayr, keyingi yo'llaringizmi nusratli bo'lsin. Hamda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Muzaffar Olim bilan Qaysar Muhammad. Navbatda sahnada piki holati musobaqaga tushmoqchi bo'lgan saboqdoshlarimiz Qaysar bilan Muzaffar. Saboqdoshimiz Qaysar Qashqardan keldi. U mushu sahnalarda naqsh etib yurgan uzun bo'lgan bir pishqan naqshchi. Men bu qatim bu guruhni tanlagandan keyin ustoz bizga nurg'un talab va darslarni biz berdi, ko'p ajr so'mdi. Ondan yana bir yaxshi o'quvchimiz Muzaffar Qaysar bilan piki holat musobaqaga tushmoqchi bo'lgan. Saboqdoshimiz o'zi Shinjon san'at institutining shu muqam varislik kasbining oxirgi yilida o'qiyotdi. Men bu qatim İpek Gül Sadası programmasida Abdulla ustozning sahnasiga tanlangandan keyin Abdulla ustozdan yaxshi bilimlarni oldim. Men o'zimning naqsh etganda hissiyot qilmaslikdek xatoligimni tuzitib, nafas va hissiyotni qanday kontrol qilish jihatda Abdulla ustozdan yaxshi bilimlarni oldim. Uzun mazgil sahnalarda naqsh etib pishish jarayonida bu Qaysar saboqdoshimizmi ijodiy faoliyatga o'tgan va navbatda biz uchun etmoqchi bo'layotgan Ota qadri degan naqshining melodiyasini o'zi yozgan. Men bu qatim musobaqa ustozga naqshlarimni ko'rsatgandan keyin men shu o'zim ijod qilgan Ota qadri degan naqshni ustoz shuni menga ovozingizga shu tushirgan deb shuni tanlab berdi. Shu anda Qaysar, Muzaffar biz har ishkinglardan cho'ng umidlarni kutamiz. Mushu yo'lda uzungacha mang'adigan bir iroda bilan o'rganishni, tirishishni davomlashtirishinglarni umid qilaman. Azizane diyarımni ziyaret
tamgan makanımni ziyaret kılgılı keldi anam oksut biri bakan dadamdan toz bilen bakan dadamdan toz bilen bakan kadirdan kıyabligayimni ziyaret kılgı keldim ziyaret kılgı keldim oğumda hem çüşümde sığınış hicrani armanim oğumda hem çüşümde sığınış hicrani armanim 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 sığıngan yurt diyarlani ziyaret kılgılı keldim ziyaret kılgılı keldim orada ket balasağım Karahan taxtı bu kaşlar Havat billen kadın cayni ziyaret kılgılı keldi Kuyaş nuriga çöndürdü Gülistan hür mekanım ne ziyaret kılgını geldin Ziyaret kılgını geldin Samaştar azizi eylegin pervaz samaşire Samaştar azizi eylegin pervaz sama sama şire Diken zuhral bayramne bayanat kılgılı geldin bayanat kılgılı geldin Diken zuhral bayramne bayanat kılgılı geldin bayanat Eğil tağlar tagmürdüm Atam yadımgı yetkende
Onun Ağımda şara ötkende Bastanda özlemni Beni alem çiğem bastı Adalet yığıldım tümde Öyüm dünyam gururkende Atan kelmey dua deydi Kızlarımı sorap mendin Soraydı ay kişe kökte Cahan cimrilik çökkende Atamlı izdigim keldi Etildim ey gekirgende Atam ketkendi kelgen hey Tuyul bimen düşünmaden Atamlı eski aldım men Eriqtin suni içkende Atası barını bay deymen Anası barını ay deymen Düzemni tutalmaymen Atası yok körgende Atası yok körgende Xo'sh, unda bo'lsa endi ustozlarimiz qanday baholarni berdi? Birlikda boqaylik. Qani, Dilshod Raydon ustoz. Yaxshi. Ma Muzaffarning endi maxsus muzika bilan o'rladi bu naqshni. Mening sezginimda tempida azroq so'rilish qoldi. Naqshni o'rlayotgan vaqtida tempida. Har bir naqshni urg'usi, udarsi muqim bo'luvchi buni ko'proq vaqtda. ixtiyoriy udardan boshqa vaqtdamiz tempisi muqimroq bo'ldi. Sizning biroz so'rilib qo'yadi. Ustozingiz Abdurim tizig urib ketdi, mammayaga urib ketdi-da. So'rilish va sizning o'z oldingizga xos, o'zingizga xos o'rildingiz bu naqshni. Udarda sal so'rilish bo'lib qoldi. Qaysarning ovozi yo'ruq, igz chiqdi.
Nurg'ulg'an naqshlarni o'rilgan sahanda Qashqar televiziya stansiyasi nomerlarini ko'rdim. Telefonlarni chiqib ko'rdim. Abdulla efendimga kim tavsiya qilsa bo'ladigan tang? Shu Qaysarni tavsiya qilaydim men. Qaysar. Rahmat. Rahmat ustoz. Qarang, Nurdi Sabas ustoz. Muzaffar olim inimiz gerçi iş kichik bo'lsa-mu, mushu ziyorat qilg'il keldim, mushu naqshiga jur'at qilibdi. Mana mushundaq tirishish kerak-ku. Tirishqanda ananiki mushuning natijasini ko'radigan gapchu. Muzaffar olim, men yaxshi ko'rdim bugungi ifodangizni. Abdulla sahnasi kirgandan keyin xil obdan tirishibsiz. O'zlashibdi. Xo'sh bo'ldim, sizni tabriklayman. Rahmat ma'lum. Shunga men bugun mushu Muzaffar olimni tavsiya qilaman. Rahmat ma'lum. Rahmat ustoz. Tanabar tursun ustoz. Qaysar efendim degan o'zining ijodiyatini epkapti. Mening his qilgan narsam Qaysar efendining ovozi hamda Uyg'ur chalg'ulardan ayrilmasligi kerakchi. Bu ahangni chalg'ularga moslashtirishda biraqlam shu elektronlik musiqalar bilan bir taraf bo'linibdi. Mushuni sababdan Qaysar efendining ovozi shu tankash musiqadan kichikgina bir chorak ovoz ko'tarilib ketayotgandek tuyib o'tadim men. Agar ashuningda cho'qim bir chalg'urimiz tankash bo'linganda Qaysar efendining naqsida bu xil ahvol ko'rilmaydi deb o'yladim. Chunki tegi-tegidan xalq naqshlarimiz bilan muqomlarni o'rinlaydiganligi aniq. Shunlashqa mushu yo'lni davomlashtirishingizni umid qilaman, Qaysar. Rahmat. Endi Muzaffar olim bu qitimqi naqshini nihoyat yaxshi loyilab qatirib qanday yerda ovozni qo'yib turma, qayerda yumron olima mushu jihatlardan jiq tirishibdi Muzaffarda. Na cho'ng tirishchanlar bor mushu qitim naqsh o'rinlashda. Rahmat. Naqshining ichiga kirib besatib o'rinlash taraflardan Muzaffar haqiqatan yaxshi bir o'ziga talabni qattiq qo'yib yaxshi o'rinlab kelibdi. Endi yana bir tarafdan Muzaffarning keyingi xalqimizning bir yaxshi naqshchisi bo'lganligiga ko'zim yetdi degan. Rahmat ma'lum. Rahmat. Muzaffar ham davomli mushtarishchanlik bilan mangayvering ukam. Sizda zo'r umid bor. Endi Abdulla ustozga mening tavsiya qilganim Muzaffar inimizga yana buningdan keyin bundaq fursatlar yana ko'p bo'ladi meningcha. Cho'qim shundaq bo'ldi. Endi cho'qim birini bo'lmasa ikkilisini tavsiya qilgim bordi. Men yana shu Muzaffar inimni tavsiya qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz. Qani Abdulla Abdurim ustoz, bahoyingiz. Hayot degan umr bo'yi uyg'unish degan gap qo'yamdi. Bu Qaysarmo garchi yeshimov inlarimizdan sal cho'nroq bo'lsa-mo, azg'ir kaygacha mana bo'lmasa bo'rondek ovoz bor. Ovozga kelganda biz bu Qaysarning qo'liga suv qo'shib bermaymiz. Ammo yana uyg'unma tajriba egallayman mushlardan deb keldi mushu sahnaga. Uyg'unyapti, bir qadam biz bildiganni dedi, u odam bildiganni dedi. Mana qilib bugungi o'zining ijodiy og'ini mana qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tiryapmiz. Yaxshi bo'ldi, ovozda masala yo'q menimcha. Muzaffar bu muqom kasb o'rganayotgan yigit. Oxirgi yilda o'qiyotdi san'at institutining muqom varislar kasbida. Endi buning ovoz yo'ruq, to'rliq ovoz. Har ishkilaningki ortiqchiliklari bor, ko'rilgan masalalarni deyishdi. Umuman yaxshi. Masala yo'q. Ovozda bu ishkilanlarning ovozi o'xshash yaxshi. Muzaffarning bir oz ovoz o'rin to'yarak sog'lom ovoz. O Qaysarning yuqori. Yaxshi aytdinglar. Rahmat. Rahmat ustoz. Muzaffar Qaysar kamga o'xshash shundoq kasb bilan shug'ullanayotgan uzun yil bo'lgan bir naqshchi bilan musobaqaga tush besim olib keldimi? Bu sanaga chiqib raqobatlash degan ikki odamni sanaga chiqarib qo'yib naqsh etsa, cho'qim birisi tushib ketsa, birisiga o'shmanlik qilish maqsad bo'lmagan ekan. Bu chunki biz naqsh etayotgan odamlar
qalbimiz qancha go'zal bo'lgan vaqtda sana chiqib uringan naqshimizmi shuncha yaxshi chiqdi-ku. Herkes asat qilish. Bunda tuyg'usi bo'lmay. Men bu bilgan senda o'zimga taqsim qilingan naqshamni Abdulla aka bilan fikr almashtirib qanday qilgan ovozsizlik ishlatib qayerga kelgan deyishiyatni kontrol qilim deganda deyish orqali lekin mening orqamda muzik chalgan shu 3 og'inimiz bilan birga hamkorlik orqali mashq jarayonida shuncha qilib chiqqan. Men cho'qim bilgan sanaga chiqqankim shu o'zimning naqsiga egulab yaxshi bir kayfiyatda jiddiylashmagan asosda o'rindab tushmaydigan maqsadda chiqqan. Yaxshi. Demak, unda bo'lsa sizda bisim yo'q emas, bor. Ammo eng asosiy maqsadni, eng asosiy nishonni yanada shu o'zingizga berilgan shu topshiriq, shu naqshaga qaratgan shundaqmi? To'g'ri. Rahmat. Qaysar Kanda bo'lsa, siz Qashqar shaharlik san'at o'makining keyin naqshchisi shundaqmi? Hozir shu san'at o'makining taraqqiyotlar qanday bo'lyapti? Endi hozir yaxshi. Nurg'un adam to'liqladi. Hozir 100 qadam bor birazdan. Adam bakin. Shu bizning nima Fayzatdan Aşı məgətə bax bağın. Demək onda qosma doklaçıqını bək yaxşı bildiniz. Demək, sizlərcə bugünkü bu işbadınız qandaq oldu deyə oylaysınız? Endi mal naqş etiş tələblərini ustazlarına az bolğan bolsunuz, vaxtlarımız. Bizdə mühim tələbim degəndə şunağın qulumuzdan kelişçi tirişdim. Tirişdiniz. Arada mən naqşını qoyub özüm sel hayacanlandım. Dadımızga yazgan naqş bulma bayan fikrimiz dedi. Ben şu maksat yazgan naqşa, benim şu dadam bulmaganlık için naqşını etip sel hayacanlı. Aynen bulap kaldı. Şuna bazı yerlerde hem de evvelini koyup bir balığı. Ustazıga geldi, dikkatlanmay kaldım. Demek, endi aşındaq kemçiliklerden mana şu sahnege çıkan vaqtida onunki haqiqiy amaliyatimiz orqali his qilg'ili bo'ldi. Shundaqmi? Xo'sh, Abdulla Abdurahim ustoz, eng oxirgi qaroringiz. Qo'linglar. Muzaffar san'at institutining mush muqam varislar kasbida o'qiyotdi oxirgi yilda boya etdim. Bugun har ishkilanida masala yo'q emas, bor. Avazınlıda çatak yok. Ben avazınlığa bağa koyamayım. Çünkü benim avazım sizinkidek çıkmaydı. Sinçilik avazım yok. Ama bir yerde buluvatkan mesela şu bağ avazı kandak işiltiş meselesi bu başka. Sizlerge artık düşük yapılıp oturuvatımız. Şununla bugün keyinki növbette biz bilen Abdullah sahnesideki musabıqlar devamlı katlaşmakçı boğan savaqdışımız. Sahnede Uyghur Amabab naqshchiligining sarkardasi Abdulla Abdurahim. Sarkarda? Sarkarda? Shundoq. Sarkarda kundilik turmushimda, safarda, hatto sahnadimi sarkarda yurishliklari menga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari hammamizga hamroh. Sarkarda Bulutlaşkan energiya, ishonch va jasorat obida energiya ichimligi. G'uncha. Yoshlik gulining simvoli. G'uncha. Ozuqliq va sovuqqong'andila go'zallik jilvilanib. G'uncha. G'unchaning go'zalligidan hurlamiz. G'uncha namxush yurishligi. G'uncha. Lotnurdan yerlik paxlan go'shini ham material, Atimiras kebabchilik hunarini asos qilgan Anvar Tonur kebabli o'rab qachilinib, ehtiyojingizga asosan bozorlashtirildi. Ishchan o'g'il qizlarning tujublab pishirgan tonur kebablari, ilg'or uskunlar orqali pokiz muhitda o'rab qachilinib, har qaysi shahar bozorlariga yetib bordi. Tamlik yigana Anvar Tonur kebablari hech dasturxoningizni texmo mo'l qiladi. Lotnurdan quvvatli go'shtlar, tujublab pishirilgan tonur kebabi, mikrobsiz holatda vakuumli qachilangan kebablar sizga quvvat va sog'lomlik ato qiladi. Turpan dunyoga donglik bir makon. Turpanda yana bir makon bor. U bo'lsa Turpan makon savdo shaharchisi.
harakat darkatni topadi. Sayohat qilgach tabobat qiling. Kelgusi uchun mablag' selish kerak. Dal joyga solingan mablag' sizni o'yilmagan manfaatlarga erishtirdi. Sayohat bilan tabobat birlashganda haqiqiy nafga erisha olasiz. Do'kon demak, kon demak, barakat ko'p do'konda. Mablag' seling, boy bo'ling, turpandagi makonda. Ishonch sizdan, makonga keling. Kapolat bizdan. Mablag' seling. Boy bo'lish ko'vriginiz Turpan Makan Soda shaharchisi. Kamran bulmaqları bu vaqtlarga bək yağıdı. Ata-analarını az dolu talaş tartışqı mı sep qoyudu? Bu vaqtlarning sog'lom cho'ng bo'lishida dadalarning to'pisi cho'ngmikin deyman. Yo'q, biz onalarning to'pisi cho'ng. Dadalarning to'pisi cho'ng. Yo'q, biz onalarning to'pisi cho'ng. Kamran yurishlik bulmaqlarının mı to'pisi cho'ng albatta. Yana başlandı. Balamga mana men akagan. Ash Kamran bulmaqini men akiling degashga akagan. Men akagan. Men akiling degashga akagan. Kimle akasi mayli? Bu vaqtda uyda Kamran bulmaqları kim bo'lmag'ay? Bu programımızda Mekir muhabbetini özüge mizan kılan Mekir yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Birinci derecege erişken mahirimizni, kamera yürüyüşlük aksıl halkını, bu akla kuvvet bulmakı, bu akla zaksi katarlık, süperlik mesulatları bilen halkımızın kızgın alkışığı erişip gidivatkan Şincan Kamera Halkara Sodi Çektik şirketi 120 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. Keyingi növbette biz bilen Abdullah sahnesidagi musobaqalarda davomli qatnashmoqchi bo'lgan savodishimiz Qaysar. Mübarek olsun. Rahmat. Evet. Zafer, hazır Şinjan Sanat İnstitutida o'qiyapmiz, shundaqmi? To'g'ri. Ammo mana shundaq bir cho'ng tipdagi programmaga qatnashish orqali siz o'zingizniki shu san'at hayotidan balkim siz eng ta'sir qildigan bir minutlarni o'tkazayotgan bo'lishingiz mumkin. Undaq bo'lsa, hozirgi hissiyotingizni anglaylik. Bu musobaqa bo'lgandan keyin ishga musobaqa chiqqanga cho'qim bir yengildi. Mening bu yengilganim bu naqshni yaxshi aytamaganim emas. Bu san'atim bilan xo'shlashganim emas. Chunki men yosh, ham mushkasib o'qiyotgan odam bo'lgandan keyin bu tunji boshlanish qadamlarim hargiz Abdulla akam meni ammadi deb maysanmayman. Mayli qarshimiz yengildi. Lekin men degan bizamga tavba bo'lgan naqshni Abdulla akamdan degan topshiriq bo'yicha o'zimning ichki hissiyot bo'yicha yaxshi 80% o'rindab o'sha o'tagan tomoshabinlarga, 3-4 ustozga sınaldım. Şundan xoş. Men meysenmem. Çataq yo'q. Bundaq bir gap bor. Men bek to'g'ri ko'rgan so'z bu. Ya'ni Qarorliq İpek Yolu Sadasi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamran yurishlik aqsil xalqini, Kamran aqsillik qaymoq choylari, Kamran buvoqlab quvvat bulmiqi, Kamran buvoqlar saksi qatorliq sifatlik mahsulotlarni bozorga silib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran Xalqaro savdo cheklik shirkati 120 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. İkinci dereceye erişken mahirimiz olsa çaz sağlamlaştırış ve terbiş kılıç sahasında dadıllık bilen izlenip, serkerde markalık yürüyüşlük mesulatlarını bazağı sağan şundaklar halkımızın kısmını alkışını erişken Şinjan Serkerde Halkara Sodi Çeklik şirketi 100 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartılaydı. Üçüncü dereceye erişken mahirimiz olsa diyarımız yankınçılık sahasında akli iktidarlık yankınlarını bazağı silıvatkan başlamcı karxana Şinjan Kutlan Halkara Sodi Çeklik şirketi Kutlan yankınçılığı 80 milyon kıymetindeki Toyota markalı avtomobil bilen tartılaydı. 4-chi derecege erişken mahirimiz olsa Safiye Necva Altıntoy qatarlıq yürüyüşlük mahsulotlarni bozorga salgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Safiye Xalqaro savdo cheklik shirkati 60 milyon qiymatidagi Toyota markalı avtomobil bilan tartılaydı. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, programmamiz davom etishyapti. Endi sektimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Rayna bilan Bilal Qodir. Navbat bo'yicha sahnaga chiqmoqchi bo'lgan bir juft savodishimiz qozoq qizimiz Rayna bilan Bilal. Осы жылы Абдулла устазның группасына кіргеннен кейін көптеген білімдерді үйрендім. Онан кейін бұрын ән айтқан кезде көбінесе тыныс алу деген жақтарға өте көңіл бөліп кетпейтінмін. Бұның бәрін Абдулла устаз үйреткеннен кейін қазіргі ән айту дәрежем бұрынғыдан көбесе жоғарылап қалды деп ойлаймын. Rayna aldığımız çatımda çıraylık
naqshisi bilan bizga hammamizga ko'nglimizga ta'sir qilib tanlangan yaxshi o'quvchilarimizdan biri bu qatim o'zining talabi bo'yicha uyg'urcha naqsh aytmoqchi. Uyg'urcha naqshlardan Shirali G'aniyning aytgan naqshlardan Ko'yarmanmi degan muhabbat naqshisini aytmoqchi. Hozir sahnaga chiqib oldinamiz. Bilal ağa birga qo'shinaylik. Ayna Bilal sizlarni to'xtamay mush saat izlayotgan yoshlarimizdan sizlarga ham mush ipak yo'li sadosi, xush ovozlar saynasining sahnasidan foydalanib texnik yuqur bir pallaga o'zlashinglarga tilakdoshman. Her insan vakti için gülerken bilsem bazılar gözlerine yaşlarken bilsem bir vapa taşlap seni giderken bilsem hicranda kalar iken aşıklar bilsem ben sana alemce sügünü versem sen yine kanaat kılmasan bilsem ne bular muhabbete içine gülsem hayatımda artık şeytan iken ben bilsem gülermem dünyada bir seni gülermem dünyada bir seni gülermem dünyada bir seni dünyada bir seni gözlerim seni sevin arkada yenem ayrılıp seninle gitsem hayır akşamcan alemler verdi sen yüreğimge bilersem kaderimni ben bu dünyadan ketgende gülermem o tonlar günü süyermem dünyada bir seni gülermem o tonlar günü süyermem dünyada bir seni gülermem Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Rayna bilan birlikda raqobatlashadigan Bilal Qodir ismli makirimiz bu qitimliq musobaqadan voz kechganligi uchun hamda eng oxirgi qarorni, ya'ni Raynaning tanlanish yoki bo'lmasa shanlanish qarorini Abdulla Abdurahim ustoz o'zi chiqardi. Raynaning o'rinlagan naqshisi bo'lsa, birinchi qarorlik Ipak yo'li sadosi programmasi Abdulla sahnasining o'quvchisi Shirali G'ani o'rinlagan naqshiga deyman, ko'rmanmi? Qiyin ustoz. Rayna qizimiz aytgan naqsha shu dal birinchi qarordagi saboqdoshlarimizdan Shirali G'ani aytgan naqsha. Rayna o'zimi
aldığın kararda, aldığın qatımlıq müsabaqadaki naqshisi orqali hammamizni ta'sirlantirgan. O'zi bu qatim bizmo halqi qaysi tildagi naqshni aytishni majbur qilmadik. O'zi Uyg'urcha naqshdan birini tanlab aytaman deb. Bizning yetakchi ma'lum bolalarniki sizga ixtiyor qozoqcha naqsh aytsangizmi bo'ladi degan bir takliflarini o'zi bilgancha rad qilaman. Uyg'urcha aytishim kerak bu qatim dedi. Bu nihoyat bir yaxshi bo'lgan ish. Qozoq bavurlarimizning bizningki sahnamizga kelib mushu musobaqa qatnashishi, bizni qo'llaganligi, uning ustiga qozoqcha naqsh aytgan bo'lsa, balkim bundan yaxshi aytish mumkin. Ammo bu sahnaga chiqib Uyg'ur bolalar bilan musobaqa qatnashgandan keyin u o'zining o'ziga bo'lgan ishonchida bu bir. Men savodoshlarimizning o'xshash tilida aytay. Uyg'urcha aytay. Demisimi bizning o'tirlig'imizda u til bu til deb ketgandek cho'ng farq yo'q. Shuningga oldi bilan Raynaning bu ishonchiga, o'ziga va bizga ishonganiga ko'p rahmat. Rahmat siz. Endi oldingi mashq vaqtlarida Raynaga bir talablarni qo'ygan. U talablar menimcha xeyli bir qadar yaxshi amlilashibdi. O'zi qizg'al bo'lsa-mu, ma'vo bir o'g'il bola aytgan naqsha. O'g'il bola bo'lganda bu yozgan vaqtida bunday bir kuchli ovoz talab qiladigan joylari bor bu naqshining. Portlash xarakterida odamga ta'sir qiladigan joylari bor, yozilgan. Shirali o'zim shundoq mushunday naqshlarni yaxshi aytadi. Menda qarasam, mashqtikidan ko'p yaxshi. Rahmat. Bir amallarni qilib, ovozlarni qirib degandek, ya'ni kuch yetmaydigan yerlarni to'liqlabdi bir amal. Bumi bir taktika. Amibab naqshida ishlatishga tegishli amal chorning hammani ishlasak bo'ldi. Qanday qilib demakchi bo'lgan maqsad muddalarimizni eng yaxshi holatda, eng ta'sirli holatda yetkazib bera olsak, shu Amibab naqshining asosli nimasi. Endi bugun o'rnimdan turishga majburman. Rayna musobaqa qilish kerak. Bir o'quvchi bilan musobaqa tushish kerak asli. Lekin Bilal Qodir bugungi musobaqa kelmagan. Andaqda Rayna o'z yolg'iz naqsh aytdi. Biz bu yerda birisi bilan selishtirishimiz kerak. Endi lekin Raynaning bugungi ifodasi yaxshi. Bu mening guruhimdagi birdan bir qozoq savodishimiz. Shaxsan o'zimni Raynani hozir apqog'im bor. Rahmat. Bu yerda keyingi qatimda plan deydigan yana bir o'quvchim yo'q hozir mening. Shu bu yerda menda bir ish bor. Mening taklifim, agar rejissyorlar guruhi, agar mening mushu taklifimni qabul qilsanglar, ruxsat qilsanglar, men Raynani olib qolaman. Gerçi boshqa bir o'quvchi bilan selishtirish bo'lmagan taqdirda menga bir o'quvchi ortiq kirgan bo'ldi. Bilal qatnashgan bo'lsa, Rayna cho'qim bugungi saviyasida o'tishi mumkin edi. Balkim shunday bo'lishi mumkin edi. Ammo u qatnashmay qoldi. Men cho'qim Rayna uni yaxshi aytdi deyaman bu yerda. Men Raynani saqlab qolmoqchi. Sizlar ma'qul ko'rsanglar, keyingi musobaqada Rayna bir naqshni ortiq aytishga majbur bo'ldi musobaqaga. Masalan, menda bir odam ortiq Rayna chek tatidi. Bir tal chek chiqdi. Kim chiqsa shuning bilan oldida bir musobaqaga tushdi. Yengilgini qoladi. Ustib chiqqani aslidagi 8 ning ichiga kirib davomlashtirdi. Faqat bir qadamdan ortiq bo'lsam bo'ldi. Sizlar agar qabul qilsanglar, men mush qizni olib qolsam demoqchi. Bo'ldi ustoz. Unda bo'lsa, rejissyorlar guruhi Abdulla Abdurim ustozning iltimosini qabul qilamiz yo'q? Biroz saqlaylik. Bak nojo'xshimabsan. Hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishingizmi? Og'ina, nojo'xshimamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xislarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xislarga jang e'lon qiling. Ammo Obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Hay, nima deb biror quti ortiq elvanmagan. Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat kel. Obida energiya ichimligi. Yolpozdan qilsam haq nim deb qala. Qilsam haq nim deb qala. Chikkenisi aralashtirilgan iroda yolpoz limon qilsam haq yana nima deb qala. Yuraklarga yoqadigan salqinlik
iroda yalpoz limon alayda ichimligi. İrade yalpoz limonni ichsa hech kim hech nima deb qolmaydi. İrade yalpoz limon alayda ichimligi. Sirliq chumpardiga o'ralgan bu keng zaminda uzun aslimalarning yumron notilari qaytadan bosh ko'tarishga boshladi. Har qadamda izi chaqnagan qora bo'g'ra bu shahoni yurtda go'zallikning shohidi sifatida namoyon bo'ldi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yurish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Rejissyorlar guruhining ma'qulligi bilan Rayna keyingi bosqichga qadam qo'ydi. Ammo shart dal Abdulla Abdurahim apandi o'zi iltimos qilgan o'xshash, keyingi bosqichlik musobaqada Rayna cho'qim chek tortish orqali oldi bilan raqobatga tushdi. Agar Rayna dal Abdulla Abdurahim apandi aytganga o'xshash chek tortish orqali musobaqaga tushganda qarshi tarafni utib olsa, yana davomli keyinga qarab mangdi. Agar shu vaqtda chek tortish orqali musobaqaga tushganda utur o'tib qolsa, Yipak yo'li sadosi programmasidagi qadami dal shu yerda oxirlashdi. Shunga muborak bo'lsin Rayna. Qani, marhamat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Abdulla Saknasining sinaq bosqichi mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi bosqichda ko'rishga tamom bo'linglar. Xayr xo'sh.